Ko'rsatib qo'ying o'g'lim. Nima bu? Yana kim shunaqa qilib bergan bolasiga? Juda yaxshi ko'radi Muhammad Sodiq. Butun shardan ko'ra sharni yorib shunaqa qilib berishimizni. Opa-akalardan o'rganib olishgan. Qilib berdi, janjal qiladilar har doim. O'g'lim, nima bu? Og'zingizga solmang o'g'lim. Nima? Bu kichkinasi ekan, a? Bu kichkinasimi? Yo, og'zingizga solmang. Solmang og'zingizga. Muhammad Sodiq solma og'zingga. Nimasi ketib qoladi, uzilib. Bekim. Achi? Og'zingizga ketib qolmasin, bering o'g'lim, bering. Bo'lmasa ishirib bermayman unaqa qilsangiz, xo'p? Og'zingizga solmang, xo'p? Olib qo'yaman bo'lmasam. Og'zingizga solmang. Solmang og'zingizga. Xo'pmi? Ha. Yo'q, solmang o'g'lim. Bekim o'choqda yaxshi ko'rasan o'g'lim. Ha, mana. Uni ham yoraylikmi? Yuvib keyin yoramiz, ha? Buni og'zingizga solyapsiz-ku. U nimani ham yuvib qildim, buni ham. Havosi ketib qo'y, nimasi? Yorilgani ketib qoladi-da og'zingizga o'zim. Yo'q, solmang uni. Aji? Bekinadi. Achi kuladi. Bekinadi. Achi kuladi.